Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar etamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar etamiz. Alloh taolo ibodatlarimizni dargohida husn ijobat aylasin. Sizlar bilan inshaalloh mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tug'ilgan oilali munosabati bilan u zotga nisbatan hayotlari, ya'ni u kishi kelib chiqish nasl nasablari haqida inshaalloh sizlarga tushuncha berishga harakat qilamiz. O'zi arablar ikkiga bo'linadi. Al-arabul ba'ida, al-arabul musta'raba. Asli arablar va keyin arablashgan arablar bo'ladi. Al-arabul ba'ida, al-arabul baqiya. Al-arabul ba'ida masalan Od qavmi yoki Samud qavmi bo'lgan. Shunga o'xshagan asli arablar bo'lgan. Ular Yamanda va Hijozda, Falastinda shu atroflarda yashab o'tishgan, lekin ularni zurriyotlari qolmagan. Ular Alloh azza va jallaning balosida qolib ketgan qavm hisoblanadi. O'shaning uchun al-arabul ba'ida, ya'ni ularni taq tomiri bilan Alloh yo'q qilgan. Jumladan Od qavmi, Samud qavmi, Solih qavmi va hokazo. Xo'p. Al-arabul baqiya. Al-arabul baqiya bular avlod va zurriyotlardan nasl nasab qolgan arablar. Xo'p, ana shu arabul baqiyani o'zi ikkiga bo'linadi. Al-arab, al-arab al-musta'raba, al-arab al-asliya. Ya'ni arablashgan yoki asli o'zi arab. Asli o'zi arablarning nasl nasab kimga boradi desa, Ya'rub ibn Qahton degan kishiga boradi. Ya'rub ibn Qahton bu kishi Sam ibn Nuh alayhisalomning farzandlari. Ya'ni Sam ibn Nuh alayhisalomning farzandlari Somning nasl-nasabiga yetib boradi. Demak, bu Ya'rub ibn Qahton bular Yamanda yashab o'tishgan. Ulardan qolgan Saba degan bir qavm o'tgan. Alloh taolo laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya degan oyatlar keltirilgan. Ana shu Saba haqida gapirishgan. Saba bu ana shu Ya'rub ibn Qahtonning navaralaridan bo'ladi. Lekin arabul musta'raba kimlarga yetib boradi desa, al-arabul musta'raba bular Ma'ad ibn Adnanga yetib boradi. Ma'ad ibn Adnan kim desa, Ma'ad ibn Adnan Ismoil alayhisalomning zurriyotlari. Ya'ni Ismoil alayhisalom orqali Ibrohim alayhisalomga yetib boradi. Demak, arablar bir tomonlari Ya'rub ibn Qahtonga yetib borsa, ikkinchi tomonlari Ma'ad ibn Adnan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi qavmdan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam arablashganliklaridan. Asli arab emas. Ya'ni arablashgan. Ma'ad ibn Adnanga yetib boradi. Bu kishining bobolari, katta bobolari. U bobolari endi bitta nimada aytiladi? Mavludi sharifning ikkinchi mabhasida aytiladi. Va ba'du fa aqulu huwa sayyiduna va maulana Muhammad sallallohu alayhi vasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى ابن كلاب واسمه عمرو ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش. Demak, Qurayshning asli ismi Fihr. Ana shu Quraysh bobolari ibn Fihr vasmuhu Quraysh. Demak, bu yo'q hammasi borib nimaga yetib boradi? Ma'ad ibn Adnan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ma'ad ibn Adnan bobolarigacha o'zlari bittama-bitta aytib berganlar.
Lekin Ma'ad ibn Adnandan Ismoil alayhisalomgacha bo'lgan nasl nasablariga tarixchilar ixtilof qilishgan. Endi Ismoil alayhisalom qanday qilib bu arablarga, ya'ni o'sha Saba qavmiga yoki Ya'rob ibn Qahtonga borib qoldi desa, vaqtdagi Ibrohim alayhisalom Makka mukarramaga kelganlarida, chunki Ibrohim alayhisalomning ayollari Sora onamiz va Hojar onamiz bo'ladilar. Hojar onamizni Ibrohim alayhisalomga o'sha vaqtdagi Misrni podshohi tuhfa qiladi. Ana shu Hojar onamiz, xullas Ibrohim alayhisalom yoshlari ulg'ayib, toza ulg'ayib ketganda ham farzand ko'rmaydilar. Farzand ko'rmaganlaridan keyin Sora onamizdan farzand ko'rmaydilar. Undan keyin Hojar onamizdan Ismoil alayhisalomni ko'rganlarida, keyin ozgina vaqt o'tib Sora onamiz yoshlari ulg'ayib farzand ko'radilar. Ibrohim alayhisalom o'sha vaqtda 80 dan oshgan bo'ladilar. Lekin Sora onamiz Ishoq alayhisalomni dunyoga keltirgandan keyin o'zaro rashklari boshlanadi. Shu bilan Ibrohim alayhisalom Allohning hukmi bilan Hojar onamizni hozirgi Falastindan nimaga olib keladilar? Hijoz, hozirgi Makkaga olib keladilar. Makka shahrini bilamizki, xuddi piyolaga o'xshaydi. Atrofi hammasi tog', faqat vodiylik, Ka'batulloh joylashgan joy. Mana shu yerga olib keladilar. Mana shu yerga olib kelgan vaqtda Hojar onamiz aytadilar: "Ey Ibrohim, bizni kimga tashlab ketyapsiz? Bu yerda na o't o'lan bor, na suv bor, na hayot bor. Kimga tashlab ketyapsiz? Alloh sizni mana shu yerga qolishimizni amr etdimi yoki o'zingizdan kelib chiqib shu yoqqa tashlayapsizmi?" deganda, "Alloh amr etdi, shuning uchun shu yoqqa sizlarni qoldiryapman" deganda, demak Alloh taolo bizni zoyi qilmas degan ekanlar Hojar onamiz. Mana shu bilan Ibrohim alayhisalom Iroq, Falastin, Misr, bu Hijoz shu atrofda yurganlar. Mana shu bilan Hojar onamizning oldilariga kelardilar, Sona onamizning oldilariga bo'lardilar, mana shu yoqqa yurardilar. Lekin suv yo'q edi o'sha yerda. Makkada suv yo'q edi. Shunda Hojar onamiz kunni issig'i bilan qarasalar bir sarob ko'rindi tog'ning ustida. Safo bilan Marvo. Safoda demak sarob ko'rindi. Sarob issiq paytida xuddi quyosh sarob bersa, xuddi suv tushganday bo'ladi nazarimizda. Bu kishi suv izlab Safoga chiqsalar, qarasalar Marvo tomondan mana shu sarob ko'rinadi. Marvoga keladilar. Qarasalar yana sarob ko'rinadi Safo. Mana shunaqa 7 marta yugurib aylanadilar. Suv yo'q. Ana shu Safo va Marvo Hojar onamizni mana shu yugurishlari biz ummati islomga nima bo'ldi? Vojib bo'ldi. Hojilarimiz hammalari Safo va Marvoga aylanadilar. Ana shu Hojar onamizning nimalari bu fe'llari bilan Alloh taolo bizga shuni nima qildi? Inna safa wal marwata min sha'airillah. Albatta Safo va Marvo Alloh azza va jallaning musulmonlarga bo'lgan ramzi, ya'ni islom dinimizning ramzi bu. Kim hajga borsa, umraga borsa ham nima qiladi? Safo va Marvoga sa'i qiladi. Xullas 7 marta aylanganlaridan keyin Alloh taoloning izni bilan Ismoil alayhisalom o'sha chanqoqlikdan baqir-chaqir qilib, voyga oyoqlarini ostidan nima chiqadi? Buloq chiqadi. O'sha buloq Zamzam edi. Buloq chiqqanda ham Hojar onamiz yugurib kelib, "Zam dedilar. Zamzam degani to'xta degani. Mana shu suvni to'xtatishiga harakat qildilar. Lekin suv juda otilib chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar Hojar onamiz suvni Zamzam demaganlarida u katta daryo bo'lib oqar edi. Lekin bu kishi to'xtatdilar. Hozir ham katta, lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, agar Hojar onamiz uni to'xtatmaganlarida juda katta daryo bo'lib oqar edi. Demak, mana shu bilan hayot boshlandi. Makka mukarramada hayot boshlandi. Kimning duosi bilan deganda Ibrohim alayhisalomning duolari bilan. Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا ربي biz men bir joyni, vodiyni maskan qilib tutdimki, vodiyda hech vaqo yo'q. G'ayri zara inda baytikal muharram. Haram bo'lgan baytingning yonida hech narsa o'smaydigan bir qum qaraq joyni men nima qilib qoldim? Maskan qilib oldim. Robbana liyuqimus solata. Ya Rabbi, aynan namozni mana shu yerda qoyim qilishlari uchun faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Odamlarning qalbini mana shu Ka'batullohga moyil qiling. O'shaning uchun Ka'batullohga borganlar to'ymaydi, yana borgisi keladi, yana borgisi keladi. Nimadan bu? Ibrohim alayhisolamning duolaridan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarat. Butun yer yuzida nima mevalar bo'lsa, sabzavotlar bo'lsa, mana shu ahli Makka da yashaydigan kishilarning rizqini bergin. Hozirgi kunda ham qishin yozin boring, hamma mevalar bor. Lekin o'zida o'smaydi. Hammasi mustavrat, chetdan olib kelinadi. Bu Ibrohim alayhisolamning duolari. La'allahum yashkurun. Shoyatki ana shu mevalarni olib, shoyatki Ka'batullohni aylanib, shokir bandalardan qolsalar deb Ibrohim alayhisalom duo qildilar. Mana shu bilan Ismoil alayhisalom mana shu yerda yashash manzili qildilar Hojar onamiz. Lekin Jurhum degan bir qabila bor edi. U Jurhum kim desa, o'sha Ya'rob ibn Qahtonning farzandlaridan, avlodlaridan bo'lgan Jurhum, ya'ni Sabadan 12 ta katta toifa qoldi. Ya'ni o'sha avlod qoldi. Shu avloddan bittasi Jurhum qabilasi edi. Ana shu Jurhum qabilasi Ka'baga keldi. Ya'ni Makka ga keldi. Chunki ular Yamanda yashar edilar. Makka ga kelib, Hojar onamizdan iltimos qildiki, iltimos, biz ham mana shu Chashmaning yonida, ya'ni Zamzam suvining yonida bir maskan qilsak, sizlarga sherik bo'lsak, shundan biz ham bahramand bo'lsak deganda Hojar onamiz aytgan ekanlar-ki, mayli, sizlar shu yerni maskan qilinglar, lekin sizlar bu suvning egaligini olmaysizlar. Egalik bizda qoladi. Dedilar. Ana shu yerda Jurhum qabilasidan Ismoil alayhisalom arab tilini o'rgandilar. Arab lug'atini Jurhum qabilasidan aynan Makka da o'rgandilar. Mana shu bilan Ismoil alayhisalom yoshlari ulg'ayib, ana shu Jurhum qabilasidan uylandilar. Ana undan keyin tarqalgan xalq arablashib ketdi. Buni musta'rab deyiladi. Arablashgan. Mana shu bilan Jurhum qabilasi buni qarangki, Zamzam suvini egalik qilib oldi. Nimaga? Chunki ularning avlodlari Jurhum qabilasidan bo'lsa ham, lekin o'sha suvga egalik qildi. Egalik qilib ancha yil egalik qildi. Juda katta tarixga egalik qildi. Lekin shu darajaga keldiki, chunki Ka'batul Makka bu juda ham jahon bozori edi. Bu yog'i Yamandan, bu yog'i Shomdan, bu yog'i boshqa joydan hammasi yuklar kelardi, bu jahon bozori edi. Lekin ular juda ham qaroqchi xalq bo'lib ketdilar, Jurhum qabilasi. Makka ga kelgan savdogarlarning mol dunyolarini talab, ularga katta nalog tashlab, boshqa qilib, xullas juda ham zulm qilgan edi. Lekin Qozoa qabila bilan ikkita qabila birlashib Jurhum qabilasini bu yerdan chiqarib haydadi. Juda katta urush bo'ldi-da, Jurhum qabilasini Qozoa qabilasi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bobolari Qozoa qabilasi. Ularni olib chiqarib tashladi. Lekin ular bitta qirg'i qoldiki, Jurhum qabilasi biz ketar ekanmiz bu yerdan Zamzamni ko'mib tashlab ketamiz, ular Zamzamni ko'rmasin dedi. Shu bilan Zamzamni ko'mib tashlab yo'q qilib keyin qochib ketdi. Ana shundan keyin Abdul Muttolib bobolari vaqtgacha Zamzam suvi bilinmagan. Chunki Jurhum qabilasi Zamzam suvini hammasini yo'q qilib tashlagan edi. Ko'mib tashlagan edi.
Lekin Abdul Muttolib bobolariga bu Zamzam suvini qayta o'sha quduqni qozib, o'sha musurlarni, boshqalarni tozalab, quduqni yana qayta tiklash nasib etdi Allohning izni bilan. Chunki Abdul Muttolib bobolari faqat tushlarida ko'rardilar. Tushlarida o'sha boyagi qarg'alar kelib, o'sha joyni nima qilardi? Cho'qalardi. 3 marta shu tushni takror ko'rdilar. Keyin borib o'sha joy bo'lsa kerak degan gumon qalblariga kelardiki, mana shu joy. Shu bilan qozdilar, Zamzam qudug'i uni tagidan chiqdi. Mana shu bilan Zamzam suvini Abdul Muttolib bobolari boshqaradigan bo'ldilar. To Abbos ibn Abdul Muttolibgacha. Keyin Abbos amakilari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlariga qoldi. Xullas, hozirgacha mana shu yerga to'xtaymiz, chunki u tarix oli katta. Inshaalloh keyingi mavzumizda inshaalloh shu Zamzam suvidan boshlab aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirati bi rahmatika. Assalomu alaykum va rahmatulloh.